Agar Polshada bolali bo'lishni reja qilayotgan bo'lsanglar, 41 million to'lamaslik uchun men qilgan xatolarni qilmaslikka harakat qilinglar. Xatolar bilan tanishib chiqamiz. Qani ketdik. Polshadagi tug'ruqxonadagi holat ko'rishlar mumkin. Biz ham xudo xolasa tez kunda ota bo'lamiz. 5-6 soatdan keyin odam juda ham ko'p. Sovuq ekan. Ana hamma tug'adiganlar shetda o'tiribdi. Oyoq qo'lim qaltirayapti to'g'risi hozir, chunki ichkariga bu yerda otalar ham kirar ekan. Ana tug'adigan paytda otalar ham operatsiya yoki nima tug'ish holatida ichkariga обязательно kirar ekan. Eng qo'rqinchli joyi kindikini o'zim kesar ekanman. Oyoq qo'lim qaltirab ketyapti. Chunki birinchi marta xudo xolasa shunaqa holat ota bo'lamiz. Minuslari, pluslari haqida xudo xolasa ma'lumot beramiz. Ozgina o'zimizga kelib olaylik xudo xolasa. O'tirishimizda qaraylar, oyoq qo'lim qaltirayapti lekin. Yevropada shunaqa eng qo'rqinchli joy va eng xursand bo'ladigan joy mana shu tug'ruqxona bo'lsa kerak. Ularda qaranglar, unaqa yoshlar yo'q, hammasi 35-40 yoshdan oshganlar, ular yoshlar tug'maydi ekan. Boshlanishi. Ana tug'ruqxonalarimiz hali boshlanishi hech nima emas. Qo'lga oddiygina kateter qo'ydi. O'shani ko'rib o'zimiz ham qochishni boshladi. Tug'ish jarayonida endi tasavvur qilyapman. Unaqa jarayon mening hayotimda bo'lib o'tmagan. Boshga tushgani ko'z ko'radi. Hammaga shunaqa kunlarni ko'rish nasib qilsin, xudo xolasa. Bir necha soatdan keyin ota bo'laman. Meni eng o'ylantirayotgan narsa o'sha aytganimdek kindigini qirqish. Qanday bo'lar ekan? Iloji boricha videoga olishga harakat qilaman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Iloji bo'lsa bu videoni YouTube platformasiga joylashtiramiz. Albatta bu Yevropaga kelib yashamoqchi bo'lganlar uchun juda ham qiziq va muhim bo'ladi. Bitta joyda tura olmayapman nimagadir. Mana tug'ruqxonada shunaqa ovqat berishar ekan. Bu bilmadim, men obedmi, kechmi? Istikkanimiz ham yo'q. Ko'rishlar mumkin, non, qora non, yog' va podring va yana qanaqadir osh. Biz esa kutyapmiz. Vaqt o'tmayapti. Obedga 12 dan soat kechki obeddan keyingi 6 gacha o'g'il bolalar shifoxonada qolishi mumkin ekan, undan keyin mumkin emas ekan. Faqatgina tug'adigan vaqti yaqin qolgan paytda kirishga ruxsat berilgan ekan. Shunaqa gaplar. Bizga o'xshab hali kutib o'tirganlar juda ham ko'p. Bu etapdan o'tdik, bir kun o'tirdik, mana shu yerda soat 6da kelganimiz bilan, ertalabki soat 8da kelganimiz bilan 4da kirdik. Obeddan keyingi 4da. Ko'rasizlar, qancha o'tirasizlar, mana shu yerda kutib o'tirasizlar. Hammasini video qilib chiqaraman. Bola tug'ilgungacha nima jarayonlar bo'lib o'tgan hammasini boshdan oxirigacha qo'ldan kelgancha video qilib chiqaraman. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bunaqa videoni hech kim o'zbeklardan hech kim bunaqa video joylamagan. Ko'chada yomg'ir yog'ib yotibdi. Bugun kuni bo'yi yomg'ir yog'di. Bu Varshavaning sentridagi eng yaxshi tug'ruqxonalardan bittasi. Kimda qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga o'zingizlarning savollaringizni yozib qoldirsanglar, qo'ldan kelgancha, kelmagancha hamma savollaringizga javob beramiz. Ko'chada endi qanday yurishni o'ylanyapman. Chunki sababi O'zbekistonda ota-onamiz bor, qarindosh urug'larimiz bor, tug'adigan paytda yonida turadi. Bu yerda bo'lsa o'zimizdan boshqa hech kim bo'lmaydi. O'sha joy eng qiyin joy.
O'zbekistondagi o'g'il bolalar iloji bo'lsa tug'adigan paytda yoniga kirishlaringizni men maslahat bergan bo'lardim. Mentalitetimizni ozgina o'zgartirgan yaxshi. Kechagacha men yaxshi yuruvdim. Kecha bitta qarindoshimga telefon qildim, Polshada yashaydigan. Mana shunaqa bir kun qoldi desam aytayapti. Sen bunaqa bemalol yurma deyapti. Nimaga desa, ikkita bolali bo'lgan Polshada aytayapti. Bu sen deyapti, sen stomatologiyaga borayotganmi, biz ham borganmiz. Xuddiki stomatologga borganda borganmiz. Borgan paytda vashti boshqacha narsalar bo'lib ketgan. Baqir, chaqir, to'polon, qancha pul bersang ham to'layman, boshqa qilaman. Og'ritmasdan, boshqa qilmasdan o'dirib olay deb hamma narsa qilishgan deyapti. O'shandan keyin g'alati bo'lib ketdim. Biz ham xuddiki stomatologga kelgandek ekanmiz. Endi Xudo xolasa ertaga ko'ramiz nima bo'lishini. Albatta o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Yana qiziqarli joylarni albatta video qilib chiqaramiz. Qaranglar, men qayerdaman? Bu Polshadagi tug'ruqxona bo'ladi. Mana Xudo xolasa 1-2 soatdan keyin ota bo'laman. Duoda bo'lib turasizlar. Tug'ruqxonani ko'rinishi mana shunaqa joyda tug'ar ekan bu yerda. Mana bunaqa joyda yo bo'lmasa mana bunaqa sharoitlari bor ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana unda esa bolaning yuragini urishini kuzatib turibmiz hozirgi paytda. Ozgina qaltirash bor, chunki bu yerda bolaning kindigini o'zimiz kesarkanmiz. Albatta izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Sizlar ham kirgan bo'lamidi mana shunaqa joyga? Bu yerda majburiy 90% odam kirar ekan. Duoda bo'lib turasizlar. Shunaqa videolar qiziq bo'ladigan bo'lsa, to'liq obzorni qo'yamiz. Qanaqa bo'ladi Yevropada tug'ish jarayoni, qanaqa etaplardan o'tiladi, qanaqa ko'riklarga boriladi, qancha rasxod bo'ladi, hammasini yoritib boramiz. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Sizga esa sabr. Ko'radigan orqalar zo'r ekan. Juda yaxshi qarayapti. Ammo lekin vaqt o'tmayapti. Anaqa narsa ulab qo'yarkan qoringa. Bu bolaning yurak urishini eshitib tursa bo'lar ekan. Mana Yevropadagi tug'ruqxonalar ahvoli. Bu eng oddiy xona. Endi tug'ruqxona yaxshi-yu. Varshavadagi eng mashhur tug'ruqxona-yu, lekin eng oddiy xonasini ko'rish mana shunaqa ekan. Menimcha bu mavzuga juda ham ko'pchilik vatandoshlarimiz qiziqayotgan bo'lsa kerak. Bunaqa hech kim video qila olmay qilmaydi-da, chunki g'alatidan sovchi yuzini ko'rsatib, men paradonman, men tug'yapman, yo'q deb videoga olib yura olmaydi-yu. Menga bo'lsa bo'laveradi. Mana bola bilan dardimiz bir. Jesteś ty tata? Jak strasznie czy nie? Pierwszy raz czy? Pierwszy raz? Pierwszy raz? Ile masz lat? 20? Kurczę. Bardzo fajne. Ana bola 20 yosh ekan. Men uni yonida qaray ekanman. Qo'rqaman, men bu yerda eng yaxshi mana bo'layman. Bu yerda 35 yoshdan kam yo'qda. Chunki bular oldin nima deydi, karyera qilib turib, hammani qilib turib, ana undan keyin bolali bo'lib turib, 1-3 yil yashab, keyin to'y qilishadi-da bular. Mana bola 20 yosh ekan. Bu yerda bir gap bor. Ular klublarga ko'p boradi, o'sha sababdan shunaqa holat ko'p bo'lib turadi. Bo'lmasa qamalish holatlari kuzatilishi mumkin. O'zinglar tushundinglar-ku. Yonida o'tirmagandan bildim. Vashcha zo'r ekan bu endi doktorlari. Men tug'ilgan paytda mendagi akusher mast bo'lgan. Oyog'im qiyshayib nimalarlar bo'lgan ekanda, keyin cho'loq bo'lib qoladi, yura olmaydigan bo'lib qoladi deyishgan ekan doktorlar. Yashamaydi deb ana shishaning ichida qo'yishgan ekan. Yo, agar bola
ozgina chalajon bo'lib tug'iladigan bo'lsa shunaqa shishani ichida qo'yishar ekan nimadirlar qilib. Meni ham yoshligimda shunaqa shishada qo'yishgan ekan qanchadir muddat o'lib qoladi deyishgan ekan. Yo bu aqlli bo'ladi yo jinni bo'ladi deyishgan ekan. Va shunaqa gaplar. Hech kimga ravo ko'rmaymiz unaqa narsalarni. Yo jinni bo'ladi degan yo aqlli odam bo'ladi degan ekan. Bilmadim endi kim bo'ldik. У тебя есть лицо? Wiesz, takie sytuacje. Jeszcze 19 lat pracowałem. Ja nie mam, moja żona nie ma planuje już drugie dziecko, a już planuje taki doktor. Widzę.